Bos zamanı oturabilirdi. O'tgan videoni men qanday qilib masterga o'sha o'yindan keyin yana video ham keldi. Master rangda yuqori rang bilan bor, pastki rangda ham bor. Va o'zini nima deb ataladi va nima degan sovg'alar beradi. Shuni ko'rib chiqamiz. Bunga birinchi marta kelgan sahon bizi rang o'tmagan bo'ladi va ba'zi bo'ladi 5 rang, ba'zi bo'ladi 10 rang. Bu o'yin qo'shish kerak bo'ladi. Birinchi marta uni ko'ramiz. Rangimiz bu bronza bo'ladi. Bronza 2 dan bizga sovg'ani 5 boshlaydi. Rangga unti raqib shito boshlaydi. Ranglarni kuponi bor ise yig'ilib boradi. Ikkita 3 tarafisi bor ekan. Keyingi rang serius ba'zi bo'ylari kumushga ataladi. Kumush rang o'zi burada ham bizga biroz bo'shliq bo'ladi. Ikkisi ham bir xil ranglar bo'ladi. Bir xil rang bu garantimizga narsamiz bu kumushdan hozir bo'ladi. Biz ancha qilishimiz mumkin kiramiz. Bu yerda biz ma'lumotlar olishimiz mumkin. Shu ma'lumotlardan keyin biz chayib o'rganib chiqishimiz mumkin narsalarni. Kibr rating hamda bronza bor ekan. Bronzada 3 ta rang bor ekan. O'shasi ham birinchi bronza 1, bronza 2, bronza 3 bor ekan. Keyingisi serivi ba'zi paytlar kumush deb o'rganib qo'yganman. Kumushdan 3% oson uchun undan 3 daraja bor ekan. Keyingisi oltin, gold, zolota deb ataladi. Uni 4 rang bo'ladi. Birinchi va ikkinchi rangga ko'tarish oson bo'ladi. Keyingisi 3 va 4-chi darajada biroz igroklar uchishni boshlaydi. Platinada bizga asosan ancha odamlarning tushishini bo'ladi. Platina 1 deb platina top 1.5gacha ancha mushkulroq bo'ladi. Oldinlari platina bo'lganda hozirda platina deb qo'yishgan. Bu ham gayroqlar nega deganda ancha qimmat bo'ladi. Olmos rang bo'lib, uni ham bitta bu rangni ancha qiynalishimiz mumkin. Bu shamona qo'yganman, shuning uchun o'zim so'rayman. Platina 5 dan keyin biz riski almas birga chiqarib qo'yadi. Almas birda igor jostki o'ynaydi va ba'zi paytlar panelchik va titrar uchishi mumkin. Lekin buni shansi juda kam. Lekin o'sha payt almasga chiqamizki anchagina bizga jostki igor qo'yadi. Platinaga chiqamizda bizga sovg'alar o'sha kuponlar rating kuponlarini beradi va tangalar beradi va elementlar beradi. O'sha elementlar nozik ko'rsataman, lekin nima deyishimiz mumkin? Almasga chiqamizdan keyin bizga bergan narsasi bu avjaga skin. Har raund avjaga skin beradi. Bugungi sezonni keyingi amlinada yine bir bo'ldi. Lekin yine amlinakasi kodga skin berar ekan. Bu skinlar har boyoq pastlarga taqirib boradi. Boyoq pastimizga qanaqa kelsa o'shaga mos avjaga skin berar ekan.
birkaça tıkmış boz keyinroq va bu yerda turistlardan Master Rank'ning kuponi beradi. Aslga o'tkaman keyingi videoda nimalarga ahamiyat qilishimiz mumkinligini aslga o'tkaman. Keyingisi almas pochtankimizga qadag'an narsamiz Master Rank. Bu rangda bizga eng qiyin narsa bu 200 ga chiqish. Kamida 308 ochiq taraqqiyotimizdan Elite Master chiqamizdan keyin bizga 500 yig'ishni talab qilatimizdan. Bu rangda o'sha Masterga chiqamizdan bizga bu 5 ta boshida beradigan narsalardan biri bu kiyim bo'ladi. Kiyim har xil rang bo'ladi. Sezonga qarab bo'ladi. Yo ba'zi paytlarni emas, har payt bo'yoq pastga taqaladi. Bo'yoq pastimiz bizga qanaqa bo'lsa, o'sha payt shunaqa kiyim beradi. Har xil payt har xil skinlar beradi. Va avatarlar bilan profil beradi va tangalar beradi. Elite Master'da bizga nimalar berishi mumkin? Nimalar beradi deganda ovoz beradi, yoki голосовой skin beradi. Bu esa uncha qiziq emas, lekin bizga kupon beradi, rang kuponi yana beradi. 500 chiqamizdan keyin 500 ga chiqish uchun bizga har xil joski ko'kka chiqadi va Masterdan keyin bizga haqiqiy Master rang keladi. Bu oddiy Master. Buni ko'pchilik Hero deb ataladi. Victory Elite Master bu uncha oddiy Master bo'ladi, haqiqiy Master bunda bo'ladi. Bugun chiqamiz bizga boshida avatar bilan profilimiz yana qaytarib beradi va uning qaytarishi qanaqa bo'ladi? O'zgaradi. Ba'zi paytda sariq rangda bo'ladi, yo effekt qo'shib beradi. Hozir yana ko'ramiz. Unda ham 5 ta yulduz bor. 5 yulduz yig'ish uchun ancha vaqt kerakdi, lekin ayrim paytlar bizga yordam beradi. Grand Zone. Mana bu rang o'zi. Asal rang deyapman, mana bu rang o'zi bizga har xil paytlar beradi. Mana bu. To'xtinglar. Mana shu rangni bizga har xil payt berishi mumkin. Masalan, ba'zi birovlarga berishi mumkin. Mana bu Master rangga chiqding. Chiqamizdan keyin mana bu Master rangga chiqdik. Mana bu Master rangga. Keyin mana shu masalan 4000 emas. 1000 ochko yig'sang, seni mana bu rangga chiqarib qo'yamiz degan hozir ham chiqish mumkin. Bu rangga chiqamizdan keyin bu rang o'zimizga avtomatik tarzda regionga qo'shishi mumkin. Endi ketib bu video ancha ketdi. Boringlar ham shunaqa, boringlar biroz keyinroq bo'ladi, lekin omad tilayman. Bu yerda o'zi qisqacha ma'lumotlar bor, top 100 ga chiqishi mumkin. Ancha ko'plab beramiz, mana sovg'alari. Mana sovg'alarni ko'p olishingiz mumkin. Mana bosh gapirmay turaman. Bu yerda o'z rangingizga qarab qaysi rangga tushishingizni ko'rsatib o'tirgan. Bu sabab gapirmasdan turaman. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda siz borlikni tasavvurga borlikni ham sizga ko'rsatib o'taman.
keyingisi bizga mana bu narsani beribdi. Chiqamsa har bir uchimizga 5 tadan kupon beradi va peshonamizning darajasi oshadi. Sovg'a keyin o'zi yana rangi chiqishlar bor dedim. O'zi rang bo'ladi va o'sha rangda top 1dan top 100 gacha bo'ldimi? 200 gacha ekan. Anchani yaqin bo'lsangiz topga chiqishingiz mumkin. Topga chiqqaningizda sizga alohida sovg'alar berishi mumkin. Va har mastaga chiqqaningizdan mastaga chiqamsan kimga ismi chiqdi. Mana bu yerda har xil narsalar berishi mumkin. 2 mastaga chiqqanimizdan kimga masta beradi, emoti beradi. To'rtga parashyut, avtomatika MP5 skin, har xil ajoyib skin beradi. 2 yildan beri 2023-yilga yumpiga skin bo'lgan. Bu yumpi o'sha payt o'ynagaman va ushbu haqimni o'ynagaman. Bu desa 2023-yilda emosi parashyut va entor alberga skin olganman. Keyingisi garajga bu garajga beradi va uning garajgasi missiya ham bor. O'sha missiyaga 12 marta mastaga chiqishimiz kerak bitta bir yil ichida. Va bu garajning ismi qahramon degan ma'noni anglatadi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan notiron bo'ladi. Qarashamiz, keyingi videoda ko'rishamiz.